Ushbu masalani yechish uchun avvalo tarjima qilib olamiz. Demak, masala: qo'shiluvchilardan biri 320 birlikka ortdi. Yig'indi o'zgarmasligi uchun ikkinchi qo'shiluvchini qanday o'zgartirish kerak? Misollar tuzing. Ana endi masalani oddiy qilib tushuntirib olamiz. Masalani mazmuni ikkita qo'shiluvchi bor deylik, A va B. Ularning yig'indisi esa C bo'lsin. Agar qo'shiluvchilardan biri 320 birlikka ortsa, ya'ni A qo'shilgan 320. Ana endi yig'indi S o'zgarmasligi uchun ikkinchi qo'shiluvchini qanday o'zgartirish kerak bo'ladi? Ana endi xulosa qilib olamiz. Yig'indi o'zgarmas qolishi uchun bir qo'shiluvchi qancha ortsa, ikkinchi qo'shiluvchi shuncha kamayishi kerak. Shunda B qo'shiluvchimiz 301 likka kamayishi kerak. Ana endi misollar orqali ko'rib chiqamiz. Bunda birinchi misolni oddiy misol bilan boshlaymiz. 100 qo'shilgan 200 tenglik 300. Ana endi o'zgartirib olamiz. 100 ga 320 ni qo'shsak 420. 200 dan 320 ni ayirsak minus 120. Ana endi 420 ga minus 120 ni qo'shsak tenglik 300 bo'ldi. Ko'rib turganingizdek yig'indi o'zgarmadi. Ana endi ikkinchi misolimiz. 500 qo'shilgan 600 teng 1100. Buni ham o'zgartirib olamiz. 500 ga 320 ni qo'shsak 820. 600 dan 320 ni ayirsak 280. 820 ga 280 ni qo'shsak 1100. Ko'rib turganingizdek yig'indi o'zgarmadi. Keyingi misolimizda ham ko'rib turganingizdek yig'indi o'zgarmadi. Ana endi shu 3 ta misoldan shuni xulosa qilamizki, agar bir qo'shiluvchi 320 ortsa, natija o'zgarmasligi uchun ikkinchi qo'shiluvchini 320 ga kamaytiramiz. Shunda yig'indi o'zgarmaydi.